umringiz o'tayapti, umringiz. Shunday olasiz, maza qilib yashaysiz. Ancha buncha pul bor aka, bu darajaga yetish uchun bilmayman qancha mehnat harakat qilishga ko'ryapsiz. Akamiz aytdi, Ozodbek, mana shu uyda chiroyli qilib o'zing sotib beraver. Ishdagi odamman men, boshda xotirma dedi. Hozir bizga aloqaga chiqaverasizlar. Akalar, Allohga oson. Doim havas qilish kerak, hasad qilish kerak emas. Shunaqa mebel texnikalar bilan, shunaqa ustullar bilan bugun mana shu uyimiz sotuvda. Ya'ni bu Chekovatda to'lqin mahallasi ko'rib turgan bitoy texnika hamma yo'g'i bilan sotuvda. Hattoki bu yerda mebellar ham qoladi. To'lqa shu kastingizni ko'tarib kelasiz. Sizlarga bitta obzor qilib beramiz. Video cho'zilib ketishi mumkin. Uy juda ham taqshar. 2000 kvadrat. Akalar qayerdan obzor qilishni bilmayapman. Katta uydan qilaymi? Bu tomonda hamma tomonda uy. Sizlarga eng shirin joy. Mehmonxonadan qilaylikmi? Katta yuringlar. Kiramiz. Bu yerda hol. Bo'yida uyda bo'yi taxminan bir 370 bo'lsa kerak. Ko'rib turgan mana shu mebellar, konditsioner, televizorimiz ham 76 talik televizor ekan. Mana ko'rib turgan shu mebellaringiz bormi? Mazza qilib, otaxonga qo'yib qo'yib, kitob o'qib, maşalloh. Endi kelib sizlarga zal ko'rsatamiz. Ko'rib turgan mana shu mebellarimiz, fondi mana shu hamma yo'qlar qoladi. Ko'ryapsiz, pardalarigacha tikilgan. Umringiz o'tayapti, umringiz. Shunday olasiz, maza qilib yashaysiz. Pul bor akalarimiz uchun mana shu videoni tezda jo'natib qo'ying. Uyim holda bu tomonimizda detskiy bu yerda katta garderob xonamiz joylashgan. Bu tomonimizda kattalarimizga spandli. Ko'ryapsizlar? Shu ko'rgan mebellaringiz qoladi. Shunday kasbni ko'tarib kelasizlar. Bu tomonda общий sanuzul, ya'ni dush joylashgan. Bu dushimizga kirganimizda bitta chiroyli vanna bor. Parilka ham bor. Parilkani ham ko'ryapsizlar, qishda maza qilib va otaxonlar bilan. Parilkadan chiqib to'g'rimizda esa kichkina hojatxonamiz joylashgan. Kir yuvmoqchi bo'lsangiz, bu yerda mana kir mashinalari ham, ashlar hammasi qoladi. Bu uyimizni podvalni ham tushib ko'ramiz, qani. Podval zinalari qarang. Vau! Tarixiy bo'lib ulg'organ ekan. Pastga tushganimizda podvalda ko'ryapsiz, chiroyli bitta holimiz bor. Kirganimizda bu xonamizda bitta spandli bor. Spandli nechta sanavor kommentariyaga yozib qo'yinglar. Spandli sanoqqa yetadi. Bu yerdan kichkinagina mehmonlar kuzatgan, ha. To'y to'lqinda mana shu ko'rib turgan hamma mebel texnikalar bilan qoladi. Endi bu xonaga kiramiz. Bu yerda kichkinagina, ya'ni hol, mana shu xonamizni, ya'ni mana shu kottejni polni isib turgani bitta bu kottejni uyimizda mana shu sistemani polni mana shu yerda isitadi. Bu yerda ko'ryapsizlar, 3 faz to'kimiz ham bor. Bu yerda topli pol ham bor. Ya'ni holda ko'mirni bemalol mana shu yerdan olib kirib, ko'mirni bemalol shu yerdan olib chiqib yaxshiz bo'laveradi. Ko'mirxonamiz mana shu tomonda joylashgan. Qo'ldan kirganimizda o'ng qo'limizda mana shu kuxnamiz joylashgan. Ko'rib turgan hamma mebel texnikalar bilan qoladi. Mana kamera fondi, uyda sistemani fondi tomosha qilib o'tirsangiz bo'laveradi. Endi sizlarga bu tomonda kuxnamizni, ya'ni letniy kuxnani ko'rsatamiz. Ancha buncha odam bu darajaga yetish uchun bilmayman qancha mehnat harakat qilishga ko'ryapsizlar. Laminat bor. Bu yerdan shunaqa o'tirgan oshna og'aylarni bu idish-tovoqlar nima deyapti qarang. Ancha bunday havas qilgan soatlar ko'rib turgan mana xolodilnik, mana shu hammasi qoladi sizlarga. Mana mangal ham bor ekan, qozonlar bor, mo'yka ham bor. Bu boyagi bu tashqarimiz, boyagi ko'mirxonaga chiqib ketadigan xotimiz. Bu o'zi bitta katta kino bo'lib ketyapti. Bu yerda hatto tagida podval ham bor. Hali uyda egasi ham foydalanmagan. Xotdan kirganimizda o'ng qo'limizdagi ikki xonani ham sizlarga kirib hozir obzor qilamiz. Bo'ldi. Kirganimizda bitta katta o'zimiz musulmonskiy qilib chiroyli qilib shunaqa stol qilib qo'ygan ekan. To'shaklar solasiz, maza qilib mehmonlar kuzataverasiz. Patologga qarang balandligini. Kamida 3 metr bo'lsa kerak buni patologi. Uy baland, qancha baland bo'lsa ham shu bagat uyni ochadi. Ondan chiqamiz, mana ikkinchi xonamizga kirsangiz bo'ladi. Bu yerda xohlasangiz spandli qilib qo'ysangiz bo'laveradi. Men mana shu ko'rib turgan shkaflaringiz hammasi qoladi. Bitta kichkina bu yerga divan qo'yib qo'yasiz. O'g'lingizni uylab qo'yasiz. Bemalol bu yerda mana dushimiz ham joylashgan. Maza qilib bu yerda cho'milaveradi. Bu eshiklarni ham qarang, bu yerda hamma yoqqa original narsa, qimmat narsalar ishlatilgan ekan. Zelonni zonani qarang, kechqurunda mo'larimiz yonadi. Endi dorozaxonadan kirganimizda chap qo'lda ham buni obzor qilamiz. Videoda o'rgacha ko'rib turib, hali uyda orqa tomonlari hali bor, juda ko'p. Bu yerda mehmonlar maza qilib kuzatib, qarang, bu yerda hattoki bu tomonimizda konditsioneri bor. Maza qilib o'tirib, mana shu yerda mehmon. Bu ko'rib turgan hamma narsa, mebellar qoladi. Ko'ryapsizlar, lustralar.
Hali mehmonlar kelsa, biz musulmonlar bilasizlar, ayollarimizni anaqa qilamiz. Bu yerda ko'ryapsizlar, mehmonlarning o'ziga. Endi mehmonlarning o'ziga bu yerda mana hojatxona, kabina, bu tomonda xorijdan cho'miladigan qishda maza qilib oshnoqlar bilan bu yerda tarqilib o'tirgan joylari ham bor. Hozirgi hojatxonamizga tashqari tomondan xud, bu tomonda ham bitta zimniy kuxna joylashgan. Kuxna ham общий 3 ta bo'ldimi? 3 ta bo'ldi. Ko'ryapsizlar? Shunaqa kuxnalardan 3 ta bo'ldi. Shuncha aytaman, Don sizlarga hasaddan foyda yo'q. Don havas qilinglar, har birimizga mana shunaqa uy nasib qilsin. Hozirlarga orqa tomonlardan ham ko'rsatamiz. Har tomondan shuni ko'ryapsizlar, shunaqa besatkamiz bor, so'rilar bilan, bu yerda oshnoqlarni ko'ryapsizlar, bu gazonni ko'ryapsizlar. Gazonni cho'tki qilib boplashibdi. Archalar, shu ko'rib turgan hamma narsalar qoladi. Bu tomonda ariqda suv umuman to'xtamaydi ekan. Orqa tomonda meva-chevalar, qarang, mevalarga kirgan. Kutib yurmaysiz, mevani ekkan mevangizni qachon meva qilay, qani bu yerda tayyor olasiz. Boyagi mehmonxonamiz, konditsioneri ham bor bu tomonda. Toshlar ham shu sariq toshlar bilan bo'lgan. Ko'rib turgan uyimizni fasadiga o'zi 1 million tiqib o'rgan. Bu boyagi orqa tomondagi xotimiz ko'mirxona, shu tomonga o'tsiz bo'ladi. Bundan tashqari bu devorni bu tomonida esa olasiz, mana qo'y baqasin, mol baqasin, hamma uslugalar bor. Tola tomonga chiqayotgan bitta darcha ham qo'yib qo'ygan. Mevalar qarang, o'sha olmalar pishib yotibdi. Akalar ko'rdinglar, fasadga umuman pul ayalmagan. Tashqari tomondagi archalar, darvoza dizaynlar yorib yuborgan. Akamiz aytdi, Ozodbek, mana shu uyda chiroyli qilib o'zing sotib beraver. Ishdagi odamman men, boshda xotirma dedi. Bemalol bizga aloqaga chiqaverasizlar. Shunaqa videolarni o'tkazib olmaslik uchun bizni kanalimizga bitta podpiska esib, like esib qo'yish. Bu bitta katta kino bo'lib ketdi akalar. Bu videoda shunaqa uy olmoqchi bo'lgan tanishingizga tirs otib qo'yasiz.